Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Videomiz boshlanishidan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bu siz uchun 5 soniya vaqt olishi mumkin. Lekin bu bizga kanalni rivojlantirish uchun katta imkoniyatdir. Hurmat bilan Saidulloh status kanal egasi. Marhamat, tomosha qiling. Podshohlardan biri o'g'lini hayotdagi saodat sirini o'rganib kelish uchun donishmand huzuriga yubordi. O'g'il u yerga borganda hakimning qasrida anchagina odam mavjudligini ko'rib, navbatga turdi. Ancha muddat kutganidan so'ng navbati kelib, donishmand huzuriga kirdi. Donishmand unga qasrni sayr qilib, 2 soatdan so'ng huzuriga kelishni taklif etdi va yigitning qo'liga 2 tomchi yog' tomzilgan kichik qoshiqni berib, sayohat asnosida bu qoshiqchani qo'lingda ushlab yur. Undagi yog'ning oqib ketishidan ehtiyot bo'l, dedi. Yigit yuqoriga ko'tarila boshladi va qasrda sayr qilar ekan, diqqat e'tibori qoshiqda edi. Birozdan so'ng donishmand huzuriga qaytdi. Hakim undan: "Binodagi hashamatli gilamni ko'rdingmi? Chiroyli bog'dan bahramand bo'ldingmi? Kutubxonamdagi bebaho kitoblar seni o'ziga rom etdimi?" deb so'radi. Yigit noqulay holatga tushdi va hech narsani ko'rmaganini va bor e'tibori qoshiqdagi yog'ni to'kib yubormaslik bo'lganini aytdi. Hakim unga: "Ortingga qaytib, qasrdagi jihozlarni ko'zdan kechir", dedi. Yigit ortiga qaytib, devorga osilgan san'at asarlarini, bog'ni, go'zal gullarni ko'rdi va hakimning huzuriga qaytib, boshdan kechirganini so'zlab berdi. Hakim undan: "Lekin sen bilan kelishganimiz 2 tomchi yog' qani?" deb so'radi. Yigit qoshiqqa qarab, yog' to'kilib ketganini sezdi. Shunda hakim dedi: "Senga qilmoqchi bo'lgan nasihatim shu edi. Saodatning siri shuki, dunyo go'zalliklarini ko'rib, ulardan zavq ol, ammo qo'lingdagi 2 tomchi yog'ni aslo to'kib yuborma." Yigit qissadan ko'zlangan hissani angladi. Saodat narsalar o'rtasidagi muvozanatni o'rniga qo'ya olish san'ati ekan. Bu baxtsizlik va muvaffaqiyatsizlikning muhim retsepti ekan. Agar mavzuyimiz qiziqarli bo'lgan bo'lsa va ushbu mavzuning keyingi qismi chiqishini xohlasangiz, izohga 2-chi qismi deb o'z fikringizni yozib qoldiring. Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Keyingi videolarimiz chiqqanda birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Bu mavzuga qiziqadigan tanishlaringizga ham yuborib qo'ying. Sizlar bilan Saidulloh status kanali bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.